Assalomu alaykum hurmatli Kaliforniya yomg'ir chuvalchang muxlislari. Oddiy mol go'ngidan yiliga yaxshigina daromad qilaman degan aka-ukalarimizga eng samarali video bo'lyapti. Inshaalloh mana bunday yaxshi usulda chuvalchanglarni ko'chirib olyapmiz. Qiziquvchi o'rtoq like tugmachalarni bosib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yamiz. Videomiz keng tarqalishi uchun mana shunday yaxshi videolar chiqaramiz. Yiliga yaxshigina daromad qilaman, o'zimni biznesimni qilaman degan o'rtoqlarga mana shunday oddiy mol go'ngidan Kaliforniya chuvalchanglarni boqib yaxshi daromad qilish mumkin. Mana shunday mana yarating. Chuvalchanglarimiz hamda o'ta zich darajada yaxshilarga o'tgan. Mana shunday zich darajada chuvalchanglarni shogirdlarimiz yetkazib beryapmiz. Qiziquvchi o'rtoqlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana chuvalchanglar mana bunday yaxshilar o'ta zich darajada o'rganadi. 2 haftaga chuvalchanglarimiz bolalab urug'lar ko'payapti. Mana shunday qiziquvchi o'rtoqlar mana shunday zich darajada chuvalchanglarni yetkazib beryapmiz. Qiziquvchi o'rtoqlar har xil negativchilar gapi kirib boshlanib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa bemalol boshlash mumkin. Mana kelajagi bor biznes. Bemalol boshlash mumkin. Tovarni o'tkazish uchun reklama qilyapti demak, boshqadan olib bo'lsa ham boshlashlari mumkin. Hech qanday ziyon yo'q. Oddiy mol go'ngidan oyiga, yiliga ro'zg'orga qo'shimcha yaxshi daromad qilishlari mumkin. Mana biz ham mana pon yerimizda chuvalchang uchun ajratganmiz. Shunda kamida 300 kvadratga yaqin chuvalchangimiz bor. Qiziquvchi o'rtoqlar bemalol qanday qiziqtiradigan savollaringiz bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.